joyi bor-u, lekin o'zi yo'q. Qali. Bakovoyda slipoy zonani joyi tashab ketilgan o'zi yo'q. Chazor avtomobili. Sababi nimaga deb o'ylaysizlar? Yechib olganmiz, o'shanga ustonovka qilyapmiz. Afshifkalar yechilgan, bakovoylar yechilingan, mana bakovoylari yechilingan. Bu yerda o'zida joyi bor, slipoyi o'zi yo'q. Bu yerda elektromobillar juda ko'p ish qilyapti. Xullas bu Chazor slipoy zonaga olib qo'yganmiz. Bu yerda hozir bu Voya avtomobilini oldi mordasini bron qilishga olib qo'yganmiz. Bu yerda ham elektromobil. Ichkarida ham elektromobil. Bu yoq ichkarida ham elektromobil. Bu yerda hozir yana bitta Chazor avtomobili. Buni tonirovka sonsizlashtirishlarga olib qo'yganmiz. Xullas hamma yoq elektromobil bo'lib ketyapti. Nega oxirgi payt JM moshinalarga kam uslubi ko'rsatyapsizlar degan obunachilarimiz uchun o'zi elektromobilga talab ko'p bo'lyapti-da, xizmatlari ham ko'p bo'lyapti. Shuni hisobiga o'sha elektromobillarning xizmatlarini qo'yib boryapmiz. Если что, на связи.